Assalomu alaykum. Umar va Dilfuzaman yoshim 52da bu mahsulotni 2,5 yil oldin biz onkologiya kasalligining boshlanishi o'g'limda suyak yemirilishi natijasida qo'l sinishi oqibatida 2-3 joyga borib gips qildirib qo'yib doktorlarga ko'rsatganimizda hech kim hech narsa aniqlolmadi va oxiri Jeysovga borib ular suyak yemirilishi va bu onkologiyaning boshlanishi deganda to'g'risi men shokka tushganman va operatsiya buyurildi. Operatsiyaning ikkinchi kunida doktor bizga Hindistondan $450 bitta ampul olib kelib 1 oy davomida shu bolaga qilasiz dedi. Yolg'izona bo'lgani uchun bu menga problema bo'lib doktorga doktor bizni qo'limizda yaqinda mana qizim o'zi hamkor bo'lgan mana shunaqa kalsiy nimasi bor deganimda opa to'g'risi bu mahsulot siz bilmayman aytgan narsamni qilsangiz-chi dedi. Xo'p deb mana shu Yaponiyadan olib kelishni imkoni bo'lmay turib vaqtni o'tkazib olmaydi. Marjon kalsiyni iste'mol qildira boshladim bolamga. 4 oyga deb qo'ygan gipsni 1 oydan keyin doktor o'zi ham hayron qolgan holda opa mana yaxshi bo'pti deb gipsni olib tashlab nima bergansiz dedi. To'g'risi doktor 1 oy ichida shu Hindistondan olib kela olmadim aytgan dorisini, lekin sizga ko'rsatgan marjon kalsiyni bera boshlaganman. Mana shuni natijasi deganman. Allohga ming qatla shukr. Dozasi hammaga beriladigan shu ikkitadan berganman, ortiqcha bermaganman, lekin 1 oyda olgan natija. Bolam bilan birga o'zim ham iste'mol qila boshlaganmanda, bolamni kuzatish natijasida o'zim esimdan chiqib, oradan oylab o'tib, o'zimda ham kuchli bosh og'rig'i bor edi-ku, o'zimda ham poliartrit bor edi-ku. Shu narsalardan xalos bo'lganimni hatto sezmaganman. Biz shundan buyon 2,5 yildan buyon butun oilamiz, qarindoshlarimiz bilan iste'mol qilib natija olganmiz. Shu natijalar yuzasidan men bu kompaniyaga behad minnatdorchilik bildiraman. Shunchalik insoniyatni hattoki o'zi ham davolanishga ishonmaydigan narsaga davo topib berganiga, bizga sog'liq ato etganiga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Rahmat.